Мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по ММА, представляющий легендарный бойцовский клуб «Ахмат» из Грозного, Чечня. Вот он, Магомед Салыджа! Qizilburchak. Hamyurtimizning yoshi 20 da, bo'yi 180 cm, vazni 74 kg. Он мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по ММА, мастер спорта по кикбоксингу представляет Jasur Alijonov maktabi O'zbekiston Qo'qon. Kakanskiyev, Muhammad Amirxon, Alixo'jayev. Michael Wachter, Germania. Yangi referisi Michael Wachter. Demak, Amirxon Alixo'jayev hamda Magomed Saliyev qarama-qarshiligini kuzatamiz do'stlar. 74 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Barchasi tayyor va birinchi raund boshlandi. Biroz avval Dog'istonlik jangchi, adashibman, Chechenistonlik jangchi ekan Ahmad klubidan. Demak, birinchi raund start oldi, low kick bilan boshlab berdi. Magomed. Magomed Saliyev 15 ta jang o'tkazgan. 11 ta g'alaba va 4 mag'lubiyat. Alixo'jayev esa 12 ta g'alaba. Oyoq zarbalari yaxshi ishlayapti. Mag'lubiyat. Yaxshi vaziyat, yana bir. Davom ettirish mumkin. Aylanma zarba. Qanday kutilmagan nokaut do'stlar. Albatta kutilmagan zarba doim og'irroq bo'ladi. Kutilmagan zarba doim og'irroq.